Assalamu alaikum, bizning kanalning ko'ruvchilari. Biz bugun Uşak mal bozorindagi qo'ylarning aldi-sotdi baholari qanday ekanini bilib bermoqchimiz. Kanalga jazda ketingizlar. Qadashiqlar kelsa oldin ola kechirim so'raymiz. Bu qo'y 4 tish ekan 12 ming so'm deydi. Ayoy semiz, qarmab ko'rdim o'zim. Bu ekoten qo'zi, bo'lsa 7 ming arkasini 8 ming deb turadi. Ekoten qo'chqor. Beksi semiz ekan. Uzun 8 arqani 7 deb turadi. Bu qo'zida qo'zi qo'chqor chaqini 7 ming so'm deydi. Kechini 7 dan qo'yib beram dedi. 6400 ga berdi. 6400 berdi, 600 da biroq bermedi. Qanday bu 2 tish qo'chqor 8 ming so'm deydi menga. Mana bu qo'zi qo'chqor 11.250 so'm bermaydi. 12 mingga bermaydi jana. O'zi 15 deb turadi. 6 tishli qo'chqor 14 ming so'm kemi bor deydi. Qancha berdi ekan? 13 berdi deydi. Teshizini cho'ng qo'chqor. Qanday 2 tishli qo'chqorlar. Ekoni 19 ming bersam beririm deb turadi. Deshitini bog'lan cho'ng qo'chqorlar bor, so'yishga tayyor. Bu yerda 9 qo'chqor bardigi 2 tishdan. Qatar 10 mingdan, yo'q Qatar 8 mingdan berdi berdi 72 mingga. Cho'ng kishnesidan qarabay 72 ming Qatar berdi, bir bermedi. 9 qo'chqorlar. Bu 2 kishi bo'ldi. Ularda Qatarlik qo'zilar ekan 11 mingdan deydi. Narx qo'ylarga qaraganda 5 tane cho'ng janaqlarga. Bu çok büyük. Soğanlar bu 6 tishli qo'y ekan. 7,5 ming so'm deydi. Qolib qolgan o'shancha arzon ekan. Qalg'iz o'zi. Men adashib 2 tishda qo'yibman. Nol qo'zi urg'ach ekan. Qo'zi 4 tish, birgib 10 ming so'm deydi. Qo'zili qo'y. Kemi var. 9 sıradan bermeytem deydi. Ular. Soğanlar berkisi 2 tish, narxı 4 tish ekan. Qo'zisi arqının qo'zisi erkek, berkini urg'achi. Ekon 9'dan bersang beririm deb turadi. Qo'zilar cho'ng qo'zilar buni ekon. Sarısı erkek, qarasi urg'achi. 9'dan bersang beraman deydi. Kishini qo'yib beratgan. Bu qo'zi 10 ming 300 ga qo'zili qo'y alınıptır. Narxısı menen qo'zi cho'ng qo'y. Pul qo'y 4 tish ekan, narx qo'zisi menen 9 ming so'm deydi. Onlar bu qo'zi erkek ekan, qo'yi 2 tish, ekon 8 ming deydi. Endi bolani. Bu qo'yni 7 ga bermay qo'ydim deydi, yolg'iz. Bu 2 qo'zini 6 ming so'mdan deydi. Kemi bor, sülüşöz deydi. Ekoten erkek. Tuğanlar gelir ki adamda tartkanı jaman ko'rib, bazır tartpa deb kishini jaman söylep qo'ydi. Bu qo'y 8,5 mingdan ekan, 6 tishdan. Semiz qo'ylar, ular so'yilganga tayyorlar. Narxi 7,5 ming so'm, 2 tishli qo'zi. Bu ekoten urg'achi qo'zilar ekan, ekon 10,5 bilan olib ketdi odam. Eko egizgan, esini aytish o'yincha. Bu qo'y 8 ming so'm deydi, qo'zisi erkek ekan. 2 tishli qo'y 8 ming so'm. O qancha so'rashdi el? 7,5. 7,5 so'radi deydi. Bular Qatar 8 dan deydi. Bari qo'chqor ekan, 2 tishli. 7,5 ming tishli, 7,5 ming kemi bor dedi endi. Bozor tusha boshladi.